Samarqandda kutilmagan voqea ro'y berdi. Salom do'stlar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Bugun 25-iyun kuni Samarqand shahrida joylashgan avtomobil shinalari do'konida yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, soat 15:05 da Samarqand shahri Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga Samarqand shahar Ispitamin Shoh ko'chasida joylashgan skuter va avtomobillar shinasini sotish do'konida yong'in sodir bo'layotgani to'g'risida xabar kelib tushgan. Xabarga asosan yong'inni o'chirish uchun 4 ta yong'in qutqaruv ekipajlari soat 15:10 da voqea joyiga yetib borgan. Yong'in soat 15:21 da o'rab olingan. Soat 15:46 da to'liq bartaraf etilgan. Jabrlanganlar haqida ma'lumotlar yo'q. Eslatib o'tamiz, avvalroq Surxondaryo viloyati Boysun tumanida 3 gektar yer yonib ketgan edi. Yong'inni bartaraf etishga viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan 85 nafar shaxs tarkibi, 4 ta texnika, o'rmon xo'jaligi bo'limidan 40 nafar xodim, 4 ta texnika, ichki ishlar boshqarmasidan 6 nafar xodim, Mudofaa vazirligidan 20 nafar harbiy xizmatchi va 1 ta harbiy vertolyot, mahalliy aholidan 40 nafar ko'ngillilar jalb qilingan edi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Salomat bo'ling.